Assalomu alaykum qadrli Zinat uy-joy savdosining YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga shahrimizning eng yaxshi rayonlaridan bittasi Vaida, Voyenniy Gorodokda ajoyib kvartira topganmiz. Remontlari bilan, jihozlari bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Qani bismillah. Mana kirganimizda yaxshi eshiklar qo'yilgan, zamonaviy eshiklar bular. Va mana koridor orqali kirar ekanmiz. Bu joyni chiroyli qilib garderobni qilishgan o'zlari uchun. Bu joyda sanuzelimiz, mana dushovoy kabinalar qo'yilgan, aristonlar, siralli mashinalar barchasi o'rnida turibdi. Gaz, svet, suvdan umuman muammosi bo'lmagan. Ota-onalarimiz yotoqxonasi qayerlar juda ham pokiza did bilan remont qilingan ekan. Barcha jihozlarimiz qoladi. Faqat shaxsiy buyumlarni olib ketishar ekan. MDF eshiklar mana mehmonxonaga kirar ekanmiz. Yumshoq mebellarni ham yaxshisini qo'yishgan. Aboylarni ham mo'yshisini yopishtirishgan. 43 lik televizorlar qo'yilgan yaxshisidan. Mana isitishimiz ataplayni orqali radiatorlarimiz qo'yilgan. Egalari aytishyapti, $350 naqd ijarasimiz bor. Ukajon bermayapmiz, maqsadimiz sotish deyishyapti. Xo'p, mana kotyolimiz isitish. Mana bu joy oshxona qilishgan. Juda ham ixcham, pokiza, bitta kichkina oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu joyimiz asli oshxonani o'rni, oshxonani verandaga olib chiqilganligi sababli bu joy bolalar yotoqxonasi sifatida foydalanyapti. Ya'ni 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Narxi ham juda ham zo'r. Shkolat narx aytishyapti. $30,500 ga berib yuborishar ekan. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Batafsil ma'lumot berib, chiroyli narxda olib beramiz. Shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Va kvartiramizning tashqari tomonidan ko'rinishi qaranglar, juda ham zo'r joyda. Bolalar maydonchasi, mana bu joylar bog', maza qilib dam olib, zakрытый двор, begona kirmaydi, maza qilib yashaysiz. Maktab, bog'cha, restoranlarga bir qadam juda ham tinch bo'lgan joyda. Yurib qolinglar, xudo xolasa yoqadi, maza qilib yashaysizlar.